Eron Isroil osmonida to'liq nazorat o'rnatdi. Bomba uyimni yoniga tushdi. Hali ham hushim o'zimda emas. Iltimos, buni to'xtatinglar. Ular bir kecha biz qanday yashaydigan bo'lsak, shunday yashab ko'rsin. Tramp Erondan taslim bo'lishni talab qildi. Tramp Isroil bilan birgalikda Eronning yadroviy obyektlarga zarba berish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Eron bu urushda yolg'iz emasligi, Shimoliy Koreya armiyasi eng yuqori shay holatdaligini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga qarshi pozitsiyasi uchun tanqid qildi va Eronni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. G'azoda insonparvarlik yordam olishga kelgan 70 nafar falastinlik o'ldirildi. Erondan AQShga jiddiy murojaat. Agar AQSh Isroil tomonida mojaroga bevosita aralashsa, Tehron Vashingtonga qat'iy javob qaytarishga tayyor. To'liq tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Albatta like bosib, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Unda biz to'liq tafsilotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Bugun Eron Isroil o'rtasida kechayotgan to'qnashuvlarga 6 kun to'ldi. Jahon siyosiy sahnasida keskin burilishlar davom etmoqda. 18-iyun kuni tunda Eron hududidan uchirilgan bir nechta raketalarning Isroil hududiga qo'llash natijasida yong'inlar chiqqan. Bir bino zarar ko'rgan. Isroilning havo hududidan mudofaa tizimlari raketa hujumini to'liq bartaraf etolmagani qayd etildi. Isroil harbiy radiosi ma'lumotlariga ko'ra, ayrim manbalarda bir necha Eron raketalari Isroil hududiga yetib kelgani aytiladi. Isroil bosh vazirining ish boshqarmasi bildirishicha, urush boshlanganidan beri Eron Isroilga 400 dan ortiq raketa va yuzlab dron uchirgan. Mamlakat bo'ylab taxminan 40 ta zarba qayd etilgan. Shu kunning o'zida Isroilda 24 kishi halok bo'lgan, 800 dan ortiq kishi jarohatlangan, 3800 dan ortiq odam uylaridan evakuatsiya qilingan. Tel Avivdagi ko'chmanchi yahudiylar Eron raketalari tahdidi tufayli tunni bombadan boshpanalarda o'tkazishga majbur bo'lyapti. Hatto Isroil prezidenti Isak Herzog ham o'z jonini bunkerlarda saqlashga qaror qildi. Bomba uyimni yoniga tushdi. Hali ham hushim o'zimda emas. Men 2 farzandim bilan oxirgi 3 kundan beri shu joyda pana olib jon saqlayapmiz. Qo'shnilarimdan biri halok bo'ldi. Uning ovozi hali ham quloqimda. Men o'z yurtimdaman, o'z shahrimdaman, lekin o'z uyimda o'zimni xavfsiz his qila olmayapman. Ko'zimni yopsam portlash ovozlari, ko'zimni ochsam yonib yotgan hovlimni ko'ryapman. Men bu urushdan charchadim. Iltimos, buni to'xtatinglar. Isroil ham Tehronga havo hujumlarini kuchaytirdi. Isroil Eron poytaxti Tehronga nisbatan kuchli havo zarbalarini boshladi. Oqibatda mamlakat bo'ylab kamida 585 kishi halok bo'lgani, 1326 kishi jarohatlangani ma'lum qilindi. Bu haqda Human Rights Activist tashkiloti ma'lumot berdi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lganlardan 239 nafari tinch fuqaro, 126 nafari xavfsizlik xodimlari bo'lgan. Eron harbiylari Isroil osmonida to'liq nazorat o'rnatdi. Bu haqda IRNA agentligi xabar berdi. Shuningdek, Mehr nashrining xabar berishicha, Tel Aviv fuqarolari tezroq evakuatsiya qilishga chaqirilgan. Ma'lum qilinishicha, Eron havo kuchlari Isroilga qilgan tungi hujum paytida Yahudiy davlati osmoni ustidan nazorat qo'lga kiritilgan. AQSh prezidenti Donald Trump 17-iyun kuni bergan bayonotida mamlakat Eronning havo hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatganini da'vo qilgandi. U Erondan taslim bo'lishni kutayotganini aytgan. Hozirda Eron osmoni ustida to'liq va mutlaq nazoratga egamiz. Eronda yaxshi kuzatuv uskunalari va boshqa mudofaa texnikasi ko'p miqdorda mavjud edi, ammo bular Amerika ishlanmalari va qurollari oldida hech narsaga arzimaydi. Hech kim buni qadimgi sodiq Amerikadan yaxshi qila olmaydi. Tramp besarhad taslim bo'lishni talab qildi. Chorshanba kuni minglab odamlar Tehrondan qocha boshladi, chunki AQSh prezidenti Donald Trump poytaxtni tark etishni maslahat berdi.
Shu bilan birga manbalarga ko'ra, Tramp Isroil bilan birgalikda Eronning yadroviy obyektlarga zarba berish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Tramp Tehrondan besarhad taslim bo'lishni talab qilganidan so'ng Eron va Isroil bir-biriga yangi raketa zarbalarini yo'lladi. Isroil o'z havo kuchlari Eron harbiy inshootlariga zarba berishi uchun Tehronning janubi-g'arbiy qismidagi aholiga evakuatsiya bo'lishni buyurdi. Eron ommaviy axborot vositalari poytaxtdan shimoliy viloyatlar tomon yo'llarda kuchli tirbandliklar kuzatilayotganini xabar qilmoqda. Agar AQSh Isroil tomonidan mojaroga bevosita aralashsa, Tehron Vashingtonga qat'iy javob qaytarishga tayyor. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi vakolatxonasi Eron vakili Ali Bahreyni ma'lum qildi. Bahreyni shuningdek Isroilning hujumlariga qat'iy va tezkor javob berilishini va'da qildi. Uning aytishicha, Tehron hujumlarga mutanosib tarzda javob beradi. Shuningdek, Bahreyni Qo'shma Shtatlarni Isroilni himoya qilayotganlikda aybladi. Biz xalqimizni va mamlakatimizni xavfsizligini himoya qilishda hech qanday ikkilanishlarsiz harakat qilamiz. Eronga, xalqiga va davlatiga qarshi tahdidlarga jiddiy va qat'iy javob beramiz, dedi eronlik rasmiy jurnalistlarga. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Eron yolg'iz emas dedi. U Isroilning Eron yadroviy va harbiy obyektlariga qarshi davom etayotgan operatsiyani qoraladi. Shuningdek, Kim Chen In AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga qarshi pozitsiyasi uchun tanqid qildi va Eronni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Eron rahbari Isroil bilan kelishuvni rad etdi. Terrorist sionist tashkilotiga qarshi qattiq chora ko'rish kerak. Biz sionistlar bilan hech qanday kompromissga bormaymiz deya aytadi Eron oliy rahbari Ali Xomanayning rasmiy akkauntida arab tilida e'lon qilingan xabarda. Shuningdek, u Eron o'z hududiga qilinayotgan hujumlarni e'tiborsiz va javobsiz qoldirmasligi, mamlakat qurolli kuchlari shay holatdaligini ta'kidladi. Agar AQSh Isroil tomonidan mojaroga bevosita aralashsa, Tehron Vashingtonga javob qaytarishga tayyor. G'azoda insonparvarlik yordami olishga kelgan 70 nafar falastinlik o'ldirildi. Xan Yunus shahrida Isroil harbiylarining olib borgan zarbalari oqibatida kamida 70 nafar falastinlik halok bo'ldi. Bu G'azodagi yordam tarqatish nuqtalaridagi eng qonli kun sifatida qayd etildi. Biz urushning haqiqiy narxini bilamiz. U o'nlab yillardan beri to'lanmoqda. Eron Hamasga qurol berdi. Bu biz uchun fojiani kuchaytirdi. Lekin men Eron rejimi va Eron xalqini ajrataman. Ular ham o'z hukmdorlarining qurbonlari. Allah Salih 5 farzand otasi. U urushning G'azoda uzluksiz davom etishidan va jahon e'tiborining Eronga qaratilishidan norozi. Men Isroilga zarba berganlarni qo'llayman. Ular bir kecha biz qanday yashaydigan bo'lsak, shunday yashab ko'rsin. Eron va Isroil o'rtasidagi ziddiyat asta-sekin ikki davlat urushi chegarasidan chiqib, mintaqaviy va global tahdidga aylanmoqda. Har ikki tomonning talofatlari kuchayib bormoqda. Tinch aholi esa eng katta jabr ko'ruvchiga aylanmoqda. Shimoliy Koreyaning ochiq qo'llab-quvvatlovi va AQShning ehtimoliy aralashuvi fonida xalqaro maydondagi vaziyat yanada chigallashmoqda. Washington va Tehron o'rtasidagi har qanday to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo uchun qayg'uli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xulosa shundan iboratki, endilikda masala faqat raketa va hujumlarda emas, bu insoniylik, tinchlik va xalqaro hamjihatlik uchun kurashdir. Agar xalqaro hamjamiyat bu jarayonga jiddiy aralashmas ekan, urushning ketma-ket zarbalari butun dunyodagi osoyishtalikni silkitib yuborishi hech gap emas. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang.